Assalomu alaykum kuzatuvchilar va yangi asalari boqayotgan asalarini har xil kimyoviy dorilar bilan dezinfeksiya qilgandan sizlarga mana bu suzmani suvi, ya'ni zardob asalarining ichki kasalliklari, kana bosganda infeksiya tarqatishi, kana bosishiga qarshi hech qanaqa kimyoviy moddalar kerak emas. Mana ustozlardan eshitib amal qilmagandim, to'g'risi 1 yil amal qilmadim. Mana o'tgan yili kuzda yoz oxirlarida amal qilishni boshladim. Mana bu yilga mana arlari mana ko'rib turganingizdek baquvvat zo'r. Mana shu dorining sababidan, tabiiy dori. Zardobni 2 kunda sepib ko'ring, hech qanaqa zarari yo'q. Faqat oilani katta kichigiga qarab sepishingiz kerak bo'ladi. Mana masalan, mana bu tarafida ari kamroq, bu yog'ida ko'p. Ko'piga ko'proq sepaverasiz. Faqat elitgan holatda. Ko'ryapsiz, 2 qayta sevib chiqyapman. Juda ko'p kasalliklariga mana yana ustiga qo'shimcha sevib boryapman. Asallarlaringiz baquvvat, yaxshi ishlaydigan, asalni ko'p yig'adigan, ko'payadigan holatga keladi, Xudo xohlasa.